Assalomu alaykum, hurmatli do'stlar. Mana murojaatim erkaklarga asosan, yigitlarga sizlarni ogohlikka chaqirmoqchiman bugun. Bugungi holatda mening qabulimga yana bir bemor keldi, gipofiz adenomasi bilan. Bemor 32 yoshda, 2020-yillar davomida 21-yillar atrofida bemorning chap ko'zida ko'rish o'tkirligi pasaygan va o'sha ko'rish o'tkirligi pasayishi hisobiga u oftalmologga murojaat qilgan. Oftalmologda murojaat qilganda bemorda chap ko'zidagi qon tomirlari biroz toliqqan, qon aylanishi yaxshi emas deb lichinalar yozib bergan va bemor lichina olgan. Afsuski, natijalar unaqa qoniqarli emas, временный effektga ega bo'lgan. Yaqinda 1-2 oy davomida bemorda o'ng ko'zida ham xiralash paydo bo'lgan. Bemorda bosh aylanishi, mast odamga o'xshab yurish va ko'ngil aynish, qaltirash holatlari kuzatila boshlagan. Nevropatologga borganda, baraka topsin, nevropatolog juda tajribali shekilli bemorga sirazi bosh miya MRT tekshiruvini tavsiya qilgan. MRT tekshiruvida mana sizga taqdim qilyapman, ko'rib turibsizki, bemorda o'ta katta gigantik gipofiz adenomasi bor va adenoma pastda turk egarini destruksiyasi qilib, pastki devorini destruksiya qilib, asosiy sinus bo'shlig'iga o'sib kirgan, chap kavernos sinusni o'rab olgan, tepaga o'sib ko'ruv nervlarini bosgan va bundan tashqari bosh miyani o'zagining yuqori qismlariga ham o'sib kirishi natijasida silviy yo'lini bosib, ikkilamchi gidrosefaliya rivojlangan va miyada ishlab chiqarilgan suyuqlik hajmi osha boshlagan. Bu juda ham jiddiy holat, hammasini olishda imkoni yo'q. Shu darajaga yetmasligi uchun har doim doktorga ko'rigiga borish va e'tiborliroq bo'lish kerak.